Endi ikkinchi parchaliksimiz vatandoshlar bugun Teslaga 2022 yil 12 ayning 29-kuni. Mavzu mundaq. Yangi qo'g'dinish planiga asoslanganda Yaponiya dunyoviy normal davlatga aylanadi. Mavzuli xabar 12 ayning 29-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Seul Yaponiya mushu oyda yangi siyosat e'lon qildi. Yaponiya bu rayonda va yer shari bexatarlik ishlarida texnik zo'r rol o'ynaydigan bo'ldi. Bu Yaponiya urushdan keyingi harbiy ishlarni cheklashni bosib o'tishda qo'llangan yangi tadbirdir. 12 ay e'lon qilingan davlat bexatarligini kapolatga ega qilish strategiyasi hujjatida mundaq e'lon qilindi. Yaponiya kelgusi 5 yil ichida davlat mudofaa xarajatini bir hassa ko'paytirdi. Tunji qatim boshqa davlatlarning harbiy nishonlariga raketa bilan zarba berishni o'rinlashtirdi. Hozir Yaponiyaning Nago orlig'i raketa harbiy bazasi o'rinlashtirildi. Bu siyosat bir necha 10 yildan beri cheklangan rayonni tarmar qildi. Mesela urushdan keyin Yaponiyaning urush qilishi harbiy ishlarga munosabatdagi ishlarning ham cheklangan. Buni tarmar qildi. Tarmar qildilar emas, Amerika yo'l qo'ydi deyman men shundan. Chunki bu asosiy qonunni Amerika tuzgan, Yaponiyaning asosiy qonuni. Yaponiya Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika yezib chiqqan asosiy qonunga nisbatan va bu asosiy qonunga asoslanib davlat mudofaa ish holatlarini cheklab kelgan edi. Marshall fondining siyosat mutaxassisi Toyi Basxaris mundaq dedi. Bu 3 parcha hujjat, ya'ni Yaponiya tarafdan chiqarilgan 3 parcha hujjatni ishga oshiradigan bo'lsa, Yaponiya qo'g'dinish iqtidoriy jihatda oxiri normal davlatga aylandi. Yana bir xabar vatandoshim. Jungoda yuqumliq virus keng ko'lamda tarqalishga boshladi. Yangi xatarlik yuqumliq mikrob hamda yetib keladi. Mavzuli xabar 12 ayning 28-kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Jungo qamal qilishni qo'yayotgandan keyin yuqumliq darajasi Jungoda hadab o'rlashga boshladi. Qattiq qamal qilingan yuqumliq virus hamda keng ko'lamda tarqalishga boshladi. Mutaxassislar mundaq hisobladi. Jungo hozir duch kelgan og'ir vaziyatni hech nimaga selishtirib bo'lmaydi. Yangi yuqumliq virus qanday taraqqiy qiladi? Yangi yuqumliq mikrob xillari o'tirg'i chiqamdi yo'q. Yuqish dardisi qanchalik kishilar ansirashga boshladi. Bu ish ko'rilib boqmagan ish. Mening demoqchi bo'lganim bu ish haqiqatan ayrim bir ahvol. Haqiqatan misli ko'rilmagan bir ish. Dedi Amerikada bir yuqumliq virus markazining mudiri Ziyod Al-Ali. Amerika ovozining ziyoratini qabul qilganda yuqoridagi fikr qildi. U ogohlantirib mundaq dedi. Agar mundaq ketaveradigan bo'lsa, Jungoning chag'an bayramida yuqumlanish dardisi texmi yo'qirlaydi. Kelar yil 3 ayning 1-kunidan burun Jungo har kuni kun hisobi bo'yicha har kuni 460 ming nafar kishi yuqumli virusga giriftar bo'ladi. Xudo bilan saqla benden.
Uygur'unu üzən saxlab ötəmiz.